Nonpolo taomini tayyorlaymiz. Ortib qolgan nonlarimiz uvol bo'lmasligi uchun nonpolo taomini tayyorlaymiz. Men birinchi kartoshkani to'g'rashdan boshlayman. Chunki men kartoshkani birinchi qizartirib olaman. Keyin piyoz, go'shtlarimizni mana bunday shakaroklarimizni solib, endi keyin taomga yetkazaman. Shuning uchun birinchi ishim kartoshkani to'g'rashdan boshlayman. Avval birinchi nonimni tayyorlab olaman. Boshqa narsalarga aralashmasligi uchun. Albatta bismillah bilan boshlaymiz taomlarimizni. Men kartoshkalarni shunday shaklda to'g'rab olaman. Yeganga oson bo'lishi uchun albatta. Hozir kartoshkalar qimmatlagan payt albatta bir parchasini ham ehtiyotlab, ekonom qilib yeydigan payt. Shuning uchun kartoshkamizni ham shu biz oilaga bizga yetadi. Oilada 4 kishimiz, albatta kichkina hali. U yesa ozgina buyursa yeyishi mumkin. Shuning uchun bu biz oilaga yetadi. Inshaalloh barakasini bersin. Albatta hozirgi kartoshkalarda shunaqalar ko'p, qizim archgan edi. Albatta endi sabzini to'g'rashdan boshlaymiz. Men sabzlarni mayda-mayda qilib olaman. Chunki tez pishish uchun bizga oson yeyishga osonroq bo'lishi uchun shunday mayda-mayda qilib shunday shaklda to'g'rab olaman. Bismillah deb go'shtlarimizni to'rgaymiz. Albatta mayda-mayda qilaman men. Chunki bu nonpolo ko'p qaynatmaymiz, ko'p eziltirmaymiz. Olovda ko'p ushlamaymiz, ezilib ketadi. Shuning uchun men go'shtlarimni ham, sabzilarimni ham maydaroq, yuqoriroq qilib to'g'rashga harakat qilaman. Go'shtlarimiz svejiy, yumshoq ekan. Qassoblarimizga ham tashakkur aytgan holatda, Allohga hamd va sano keltirgan holatda go'shtlarimizni to'rgaymiz. Ozgina men dumi yog'idan ham foydalanaman. Yog'ni qo'yamiz. Men ko'proq ovqatni yog'siz qilishga harakat qilaman. Bismillahirrohmanirrohim. Kartoshkalarimizni qovurib olamiz.
Kartoshkalarımızı kavurup olamiz. Kartoshkalarımızı kızartıp kavurup olamiz. Kızartırıp ham ovqatimizni rangi ham chiroyli bo'ladi, ham mazali bo'ladi. Bismillah deb bu kartoshkalarimizni bu yoqqa olib olamiz. Suzib, yog'idan suzib olamiz. Bu mening non paloyimning retsepti. Endi kartoshkalarimiz turib turadi. Bismillah deb go'shtimizni tashlaymiz. Endi piyozlarimizni sovolamiz, albatta. Tez qovuramiz. Ovqatimiz mazali bo'ladi. Endi sabzilarimizni sovolamiz. Bismillah deb endi qovurib olgan kartoshkalarimizni solamiz. Aralashtiramiz. Albatta bu bizning sevimli taomimiz. Qovurib olgandan keyin albatta bismillah deb shakaroklarni solamiz. Bu meni bankaga yopgan shakarogim. Agar bu bo'lmasa, yozda men bolgarskiy va pomidordan foydalanaman. Ko'katlardan foydalanaman. Juda mazali bo'ladi. Albatta mening non paloyim pomidorsiz va bolgarskiysiz bo'lmaydi.
aytishni unutdim deb o'yladinglar, lekin unutmadim. Men shu paytda solaman tuzni. Albatta go'shtim tuzlangan. Shuning uchun kechirib solaman tuzni. Albatta gazda tez pishadi. Olovda pasatamiz. Ko'taramiz. Va albatta men tabiiy ziravorlardan foydalanaman. Bunda kashmish urug'i, jambil va quritilgan barcha ko'katlar bor. Juda ham mazali qiladi taomni. Bismillah deb suvni quyib olaman. Men bu safar qotgan nonga qilganim uchun suvni quyib olyapman. Suvni qaynatib pishirib olganimdan keyin nonni solaman. Albatta kalpattir qilgandim. Shundan oshgan non edi. Aralashtirib ishlaymiz. Men ham kapkub, ham taxtadan foydalanaman qovurayotganimda. Vaziyatga qarab, albatta. Suvliroq qilaman. Chunki biz suvli non polonni yaxshi ko'ramiz, oilaviy hammamiz. Menimcha shu suv yetadi deb o'ylayman. Bismillah deb endi suvimiz pishdi. Mana. Endi men nonlarimni sovolaman. Bismillahirrohmanirrohim. Bu kalpatir o'zim qilganman. Mana shunday ortib qolgan non. Bismillah deb ochamiz. Ovqatimiz tayyor bo'ldi. Albatta ovqatimizni solamiz. Ozgina aralashtirib olamiz. Ko'p aralashtirmaymiz, ezilib ketadi. Endi bismillah deb ovqatimizni suzamiz. Qilmadim, nega qanaqa, lekin biz oilaviy bu taomni juda ham yaxshi ko'ramiz. Albatta juda sevimli taomimiz. Rostki nonlari katta bo'lib qoldi. No, hech narsa emas. Qo'shiq bilan rosa albatta bo'linadi. Nonlari yumshadi. Go'shtlarini men mayda qilaman. Chunki bu mana ovqatimiz tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha, sizlar ham tayyorlab ko'rsangiz bo'ladi.